Assalomu alaykum. Quyosh yurtning qalbiy qoch insonlari, yaxshimisizlar? Bizga juda ko'p videolar kelyapti. Shu videoni joylab bering deb turib, mana hozir sizlarga bir videoni qo'yib beramiz. Bu Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga fuqarolarning murojaati bo'ladi. Hozir o'zlarini ko'rib ham, uyni ko'rib ham ancha o'zlarining bir fikrlarini yozsalaring kerak. Albatta o'ylaymizki, Ulug'bek Qosimovga ushbu video yetib boradi va asoslantirilgan ham bir qanaqadir harakat ko'radilar, shularga yordam beradi degan umiddamiz. Videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Ulug'bek Qosimov. Mana uy masalasida sizga murojaat qilgandim, lekin Qo'ng'irg'on tuman hokimiyatidan kelib hech qanaqa bir yordam ham ko'rsatmadi, hech qanaqa yordam bo'lmadi. Mana uyimizni homiy orqali saxiy boylar bor ekan, Allohga shukr, shular qatorida mana uyimiz shunaqa holatga kelib qoldi. Endi uyimiz qishga qolib ketmasin. Sizga murojaatim viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, mana shu uyimizni ta'mirlashda bir amaliy yordam bersangiz, qishga qolib ketmasin. Voyaga yetmagan 4 nafar farzandim bor. O'zim mahallada kambag'al oilalar ro'yxatida turamiz. Ayollar daftarda turadi. Lekin bizga hech qanaqa bir yordam ko'rsatilmayapti. Qo'ng'irg'on tuman hokimiyati tomonidan kelishdi, uyni bizing dedi, qilib beramiz deyishdi, lekin mana umuman yordam qilishmadi. Bu saxovat ko'mak boylarimiz bor ekan, shular qilishdi, mana qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday qishga qolib ketmaslik uchun endi bir yordam bersangiz. Sizni onlayn yig'ilishingizda ham Qo'ng'irg'on tuman hokimiyatida borgandim. Qo'ng'irg'on tuman hokimi Anvar Normatovga Qo'ng'irg'on tuman bo'yicha 13 ta kambag'al oilalar ayollar daftar temir daftarlariga yordam qilish bo'yicha sizga ko'rsatma berdi, lekin Anvar Normatovga ko'rsatma berdi, lekin hech qanaqa yordam bo'lgani yo'q. Mana shu ahvolda kelib qoldi. Endi bu yog'i qishki sezon kelyapti, kuz kirdi. Mana luqlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bunga eshik, deraza, ramka qo'yish kerak. Mana suvoq qilish kerak. Shunda bir amaliy yordam qilsangiz, o'zingiz bir nazoratga olib, ijtimoiy tarmoqdagilar ham